Barchaga assalomu alaykum. Ko'pchilikdan keladigan savol Bittrex 24 tizimi kimlarga mos keladi va bu eng ko'p qidirilgan savollardan bittasi. Mana shu savolga bugun javob beramiz va bu video ish boshqaruvchi tadbirkorlarga Bittrex 24 ni o'z korxonasida joriy qilmoqchi bo'lgan insonlarga tabiiyki foydali va manfaatli bo'ladi. Xo'p, videoni boshlaydigan bo'lsak, Bittrex 24 haqida o'z tushunchanglar bor. Bilasizlar, qanaqa nima programmalar haqida. Agar bo'lmasa, avvalgi videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Chunki avvalgi videoda men Bittrex 24 haqida 30 daqiqadan yiroqroq, batafsilroq qachon paydo bo'lgandan boshlab nima funksionali bor, nima qulayligi bor degan savollarga javob berganmiz. O'tib ko'raverasizlar. Xo'p, o'zi nima aytaylik, qaysi bizneslarga mos keladi desanglar, pastda men aytaylik описаниеda, ya'ni YouTube описание bo'limida hamma yo'nalishlarni keltirib o'tishi to'g'ri deb bildim va keltirib o'tdim. Va ana shulardan ko'rib o'zingizlar sohanglarni topsanglar bo'ladi. Lekin aynan nimaga u yoqda keltirib o'tib ham video qilyapman, chunki bu Bittrex 24 tizimi ham kichik, ham o'rta, ham katta bizneslarga to'g'ri keladigan men bilgan yagona tizimlardan bittasi. Chunki ba'zi bir aytaylik programmalar именно sotuv bo'limi uchun kichik bizneslarga to'g'ri keladi. Ba'zi bir programmalar O'zbekiston bozoridagi faqat katta bizneslarga to'g'ri keladi. Ba'zilari o'rtaga. Lekin Bittrex 24 tizimini unikalnosti shundaki, kichik, o'rta va katta bizneslarga faqat sotuv qilmoqchiman yoki men HR boshqarmoqchiman, ya'ni xodimlar boshqaruvi kerak, xodimlarni nazorati kerak desangiz ham misol uchun yoki bo'lmasa omborxona hisoboti kerak desangiz ham alohida moduli bor. Bilmayman. Endi umumiy korxonadagi ma'lumotlar bazasini shakllantirmoqchiman desangiz alohida moduli bor. Tushunasizmi? Именно sotuv bo'yicha ham, marketing, HR bo'limi bo'yicha ham, omborxona hisoboti bo'yicha ham, undan tashqari ichki kommunikatsiya, ya'ni bizni alohida Telegramdan kechib bitta programmada hammamiz xodimlarimiz gaplashmoqchimiz. Chunki xodimlar ma'lumotlar ketib qoldi, xodimlarda ma'lumotlar tarqoq, qidirib topolmayapmiz, dokumentlar hamma joyda, dogovor, kommersiya hamma yoqda bo'lib yotibdi. Biz o'shani bitta joyda qilmoqchimiz. Hattoki mana shu narsaga ham Bittrex 24 da yechim bor. Xo'p, endi umuman olganda stomatologiya misol uchun, ishlab chiqarish, mebel sohasi, konsalting, turfirma, yana nima aviakassa bo'ladimi misol uchun, yana qanaqa meditsinskiy оборудование, chet eldan olib kelib sotish, yana qanaqangi bir turli offline magazinlar, hattoki mana biz shaxsan 40 dan oshiq xodim ishlatadigan offline magazinga Bittrex 24 joriy qilib berganmiz. Va 5 ta dona xodimi bor bo'lgan aytaylik sotuv bo'limi uchun ham Bittrex 24 joriy qilganmiz. Tushunasizlar, ya'ni raznicasini. Hattoki Bittrex 24 shunaqangi aytaylik уровеньni bilishingiz uchun OneFit, undan tashqari yana Uzum Market, vaholanki OneFitda ozgina adashishim mumkin, lekin Uzum Market, Ipak yo'li banki va aytaylik mana shu gigant korxonalar ham Bittrex 24 dan foydalanishadi misol uchun. Ko'pgina avtosalonlar foydalanishadi, umuman ishlab chiqarish korxonalari ham foydalanishadi. Endi undan tashqari mana kichik biznesmanda menda 2-3 ta xodim yoki 5 ta yoki 10 ta xodim bor, offline do'konim bor yoki bo'lmasa endi boshlayapman turfirma. Muammosi yo'q. Quyidagi tizimni ichida kerakli funksionalni yoqib, sizlar o'zi misol uchun ozgina muddatdan keyin o'zi ishni boshlasanglar bo'ladi. Ya'ni bu videodan maqsad shuki, prosta sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Bittrex 24 bu konstruktor. Tushundingizmi? Как Lego. Men oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam. Uni sizga kerakli variantda yig'ib, keraksizini olib tashlab, qo'shib, ayirib, moslashtirib, o'rnatib berish bu o'zi mutaxassis ishi bo'ladi. Mana shuni o'rnatib bergandan keyin endi xuddi shu keraksiz narsalarsiz sizni miyangizni qotirmasdan turib, aynan o'sha o'z o'rnatgan narsani ishlatishni o'rgatish ham bu mutaxassislarning aytaylik bo'yindagi vazifa hisoblanadi. Tushundingizmi? Ya'ni voy Bittrex qiyin emasmi yoki Bittrex menga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Bunaqangi savollarni chetga surib, shunchaki mutaxassisga bog'lanasiz va o'zingizning holat vaziyatingizni, nima qilmoqchiligingizni aytib berasiz. Va biz ham xuddi shunaqa qilamiz. Biz ham tavsiya qilamiz. Hammadan telefon qilib chiqib, narx so'rab chiqishdan ko'ra, aka to'xtang, sizga o'zi nima kerak? Nima xohlayapsiz? Odatda telefon qilib mana shunaqa narx so'raydigan, ma'lumot olishni xohlamaydigan insonlarda to'laqonli ma'lumot bo'lmaydi. Alal oqibat mana kecha yaqinda bitta
korxonaga bordik. Endi u sal kattaroq korxona, 60 tadan oshiq 100 ga yaqin operator, sotuvchi ishlatyapti. Bitrix 24 dan foydalanmoqchi. Meni bilishim bo'yicha ular avvalam aloqaga chiqishgan, переговор qilishgan bolalar, lekin u yoki yo'q bo'lib ketgan. 4 oy bo'libdi bu anaqaga bo'layotgan uchrashuv. Keyin yana aylanib ham o'rgilib bizga murojaat qoldirgan ekanlar. Bizni telefon qilib uchrashganmiz, bolalar tanib qolyapti ular u akani bizning ofisga kelgan ekanlar. Bola tanib qoldi, nima bo'ldi deyapmiz. Aytayotdilar, Bitrix o'rnatdik, ichida 1 2 3 4 5 muammolar bor edi. Falonchi viloyatdagi bir aytaylik bola bittasi o'rnatib berdi, ya'ni korxona emas, bitta bola o'rnatib berdi deyaptilar. Ishlatib keta olmadik, qiyin ekan deb aytayotdilar. Nima demoqchiman? Bu Bitrix 24 joriy qilish bu jamoaviy jarayon hisoblanadi. Bundan sizlar ham interes bo'lishi kerak, ya'ni siz o'zingiz korxonangizda bu narsani joriy qilishga qiziqish bildirishingiz kerak. Va bu yoqda mutaxassislardan iborat jamoa ham bunga tabiiyki alohida fokus bilan kirish kerak. Ba'zi bir loyihalarimiz bor, odatdagidan cho'ziladi, misol uchun Bitrix bo'yicha-da. Nega? Chunki boshlang'ich etapda ular 1 2 3 4 5 bizga narsa kerak, qolgan narsa kerak emas deyshadi. Ya'ni aytayotgan narsasi to'liq bo'lmaydi. Lekin jarayonda bizga yana bunisi kerak ekan, bunisini boshqacha qilib beringlar, bunisini bunaqa qilib beringlar deyiladi. Tabiiyki bu vaziyat cho'ziladi. Cho'ziladi deganda qanaqa? Odatdagidan. Nega? Chunki buni ichida bir katta baza hisoblanadi-da. Siz mana hozir kichik biznes bo'lib boshlasangiz, buni biznesingiz kattalashganda ham, ya'ni o'rta etapga o'tganingizda ham foydalanasiz bu tizimdan. Qo'shimcha katta biznes bo'lganingizda ham foydalanasiz. Ya'ni har bitta etapda boshqa programmaga o'tishingiz kerak bo'lmaydi, yuqori ehtimol bilan. Endi kardinalni o'zgartirib, o'zingizning xohishingizdan kelib chiqib nimadir qildirmoqchi bo'lmaysiz. Endi shu jumlada yana bitta narsa aytib o'tib ketaman. Bitrix 24 dan foydalangan yaxshimi yoki o'zingizning programmangizni qildirganingiz yaxshimi? Men bu savolga avval ham javob berganman, YouTube'da ko'rsanglar bo'ladi, lekin men umuman o'zimizni mana kelajakda mana yaqin orada boshqa tadbirkorlik yo'nalishlarni ham ko'z ostimizda olib qo'yganmiz. U holatlarda ham hech qanaqasiga bitta yangi programma yaratish tarafdori emasmiz. Chunki bozor tez o'zgaryapti. Tushunasizlar? Egiluvchanlik bu muhim vazifa. Hozir falonchi bir necha aytaylik $10,000, 20, 50,000 dollarga bitta programma qildirib, ertaga bu yo'nalish emas, biz boshqa yo'nalishda davom etar ekanmiz desangiz, u programmani itam olmaydi. Sizdan boshqa hech kimga kerak emas u narsa. Siz u narsani sotish uchun qilmaysiz, o'zingiz uchun o'rnatish uchun qilgan bo'lsangiz, tim bo'ling. Tushunasizlar? O'shaning uchun men hamma ham kichik o'rtalarga tim bo'l endi boshlayotgan bo'ladi. Misol uchun-da, Lyuboyga tavsiya qilardimki, bor bo'lgan narsa, ya'ni velosipedni qaytadan kashf qilmasdan, misol uchun buni bir hafta 10 kunda ishga tushib ketadigan narsadan foydalangan yaxshiroq. Chem bir necha oilaga pul, vaqt, asab sarflagandan ko'ra. Bu shunchaki mutaxassislik fikrim. Menimcha bu videoda Bitrix 24 tizimi kimlarga mos keladi degan savollarga inshaalloh javob berdim. Pastdagi opisaniyada ham hamma biznes modellarini keltirib o'tganmiz. O'zi mana bunaqa narsada o'zbek tadbirkorlar shu narsa bor. Hamma biznesga to'g'ri keladi desangiz, baribir o'zini biznesini u yoki bu ma'lumotlarning ichida ko'rish xohlashadi. Va o'shani hisobiga ham pastda imенно o'shalarning nomlarini yozib qo'ydik. Nimaga unaqa deyapmiz? Chunki mana ochig'ini aytaman-da, AMCRM biz o'rnatamiz imенно sotuv bo'limi uchun. U xodimlar boshqaruvi, HR, omborxona boshqaruvi uchun emas. Tushundingiz-a? Mana moj sklad dasturi HR uchun emas. Aytaylik, uning ichida CRM yo'q, полноценный, IP telefoniya misol uchun yana qanaqa bor? Boshqa ERP tizimlari bor. Uning ichida ham xuddi shunaqa. Lekin imенно Bitrix bu hammasini birlashtirgan tizim hisoblanadi. Kichik bo'ling, o'rta bo'ling, katta bo'ling, uni qanday qilib aytaylik, to'g'ri moslashtirib, Legoni to'g'ri yig'ib, xodimlarga to'g'ri joriy qilib beradigan bo'lsangiz, bu ishlaydi. Endi shu joyda yana bitta qo'shimcha, video cho'zilib ketmayapti degan umiddaman. Bitrix 24 ga o'tish yuzasida biz hammaga tavsiya qilamiz. Xo'p, mana Bitrixga o'tamiz. Bitrixda ham o'zining ishini bilib qilish kerak. Undan avval korxonada qaysidir ma'noda kim nima ish qilishini bilgan bo'lish kerak. Ya'ni sotuvchi o'zini reglamenti, marketolog o'zini ishini qilish kerak, VMS o'zinikini, ishlab chiqaruvchi o'zinikini. Misol,
Ana undan keyin biz Bitrixga o'tsak, aynan o'sha hozir qog'ozda, qo'lda, ruchkada, telefonda ma'lumotlar esdan chiqib qolgan, vazifa bergansiz qilmagan, bunaqa narsalarning hammasi yo'qolib, bitta tizimli tartibli tizimga o'tiladi. Va bu sehrli tayoqcha emas. Bitta narsani tushunib olaylik. O'rnatdingiz, hammasi cho'tki bo'lib ketdi. Yo'q. O'rnatasiz, qiynalasiz, ozgina tabiiyki, chunki yangi programma siz ham ishlatmagansiz tadbirkor sifatida, xodimlaringizga umuman ozgina tushunmovchiliklar, qiyinchiliklar chiqishi mumkin. Lekin mana shu etapdan bitta o'tib olasiz, xodimlar almashadi kerak bo'lsa, o'zingiz moslashib olasiz, o'zingiz yaxshiroq o'rganib olasiz. Bitta o'tib olganingizdan keyin, o'zi busiz qanaqa ishlab yurgan ekanman deysiz. Xuddi bozorda bilasizmi, mana OLX paydo bo'lganda menda shunaqa bo'lgan edi. OLXsiz bozorga chiqib telefon sotardik. Telefonlarni olasizmi deb yuradi. Vaholanki qarasak OLX bor. OLXga shunday qo'yaverasiz, o'ziga olib ketadi. Avvallari qanaqa yurganimiz esimizda yo'q-da, misol uchun. Shunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni o'zi qanaqa bu programma ishlagan ekanmiz degan etapga kelib qolasizlar. Faqat to'g'ri yondashuv, harakat, sabr va natija tabiiyki keladi. Bu bizning mutaxassislik takliflarimiz, chunki 150 dan oshiq korxonalarga o'rnatdik. Har xil CRM, Bitrix, IP telefonik mushklar tizimlarini joriy qilganmiz. Tabiiyki ishlatib, o'rnatib baraka topayotganlar bor yoki bo'lmasa buni mas'uliyatini ko'tara olmasa ishlatmayotganlar ham bor. Biz buni tan olamiz. Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ya'ni u biznes ham, aytaylik, mutaxassis tomoni ham ikki tomonlama aytaylik qo'l berib, biz buni yo'lga qo'yamiz deydigan bo'lsa, bu boshqacha. Shunga bizga murojaat qilasizlar, agar quyidagi tizimlarni o'rnatmoqchi bo'lsanglar, biz konsultatsiya beramiz, maslahat beramiz. Tabiiyki, hozir qaysi etapdasizlar, keyin qaysi etapga bormoqchiligiga qarab, u yoki bu programmani tavsiya qilamiz, maslahat beramiz, inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Aynan bu bo'yicha, avtomatizatsiya bo'yicha o'zbek tilidagi ilgari ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Like bosa, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.